Ham hovlini qaranglar, akkuratniy, chiroyli. Bir fayzi bor hovli ekan, bilib sizlar ham bilyaptimi? Qaniydi mana ham mana shunaqa chiroyli, fayzli bir hovlim bo'lsa edi, uy-joy olishim kerak deb yurgan akalar uchun mana shu hovli joy sotilyapti. Assalomu alaykum kanalim obunachilari. Bugun men sizlarga mana shu fayzli chiroyli hovlining obzorini ko'rsataman. Agar kanalimga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, shunda podpiskani bosib, like tugmasini bosib, poddershka qilib turinglar. Men obzorni boshladim. 4,5 sotuv, lekin 4 sotuvdan oshiq ekan, lekin dokument bo'yicha 4 sotuv ekan. Daraxtlarni ekib qo'yishgan, o'zini mana zeleniy zonalari bor. Suv, gaz, svetdan muammosi yo'q ekan. Mana bu yerda mana basseynlarni qo'yib qo'yganlar. Hovlining orqa tarafida mana bu o'zini yozgi oshxonasi bor. Remontlarni ko'ryapsizlar, remontlari yomon emas. Hojatxona, sanuzellari bor. Mana bu yerda akam aytdilar, yo'nk qilib qo'ygan ekanlar. Botlarda oldin suvlar har doim berilmagan ekan, lekin hozir 24/7 suv bor deyaptilar, lekin men bu yerda yo'nk qilib qo'yganman. Nasoslari hammasi tayyor turibdi. Nobodoga zapas suv yig'ish imkoniyati ham bor ekan. O'zini mana zeleniy zonalari bor, tepalarini yopib, akkuratniy qilib, chiroyli qilib qo'yibdilar. Hovlini qaranglar, odam havosi keladi. Suv bormi o'zi deydiganlar uchun mana klimatlarni yoqib qo'ydilar aka mana. Suv VIP, suvdan muammo yo'q. Tushadi antan suv ochsa. Hozir mana bu ham ochib ko'rsataman. Ko'pchilik mana suvdan muammo yo'q. Yo'nk qilib qo'yganlar, u yo'nk prosta zapas. Nobodo remont bo'lishi mumkin. Любой mahallada, shahar markazlarida ham suv o'chadi. Ana shunaqa paytda ekstremniy holatlarda yo'nkisga to'ldirib qo'ysanglar, bemalol nasoslari ham bor. Nasoslari tayyor turibdi. Shuni yoqasizlar, uylarni polniy hamma sanuzeliga ham, hojatxonaga ham, hamma joyga suv kerak bo'lsa, klimatda ham ishlatib qo'ysa bo'ladi. Hop ketdik, uyga sekin kiramiz. Uyga kirganimizda to'g'rida mana shunaqa koridor kutib oladi. Chap qo'lga shundan kirganimizda chap qo'lda zal joylashgan. Zalni qaranglar, akkuratniligini. Remontlarini chiroyli qilib qo'yganlar, lekin lustralarni yaxshi zamonaviysini qo'yganlar. Mehmon kutishga tayyor bo'lib turibdi, o'zini romlari bor. Bu uy batareyada isiydi. Zalni o'zini mana TV zonalari bor. Uy bo'yi taxminan 3 metrga yaqin. Bu yoq mana spalniya ekan. Kattalar yotoqxonasi va o'zini ko'chaga qaragan romlari bor. Mana uy batareyada isiydi. Gaz, svet, suvdan muammo yo'q, Wi-Fi bor. Har bitta xonaga mana konditsionerlarni qo'yib qo'yibdilar. Hop, zaldan chiqamiz. To'rdagi xonaga kiramiz. Bu yerda ham kichkina bir zal qilib qo'ygan ekanlar aka. O'zini hovliga qaragan romi bor. Bu yerda ham konditsioner bor. Bu ham batareyada isiydi. 3.10 ekan bo'yi. Uy balandligi 3.10. Hop, bu yerdan chiqamiz. Bu yerga kirsak mana bu yerda pedetskiy xona qilib qo'ysanglar ham bo'ladi. Kiramiz bu yerda. Mana detskiy qilib qo'yishgan bu yerda. Mana o'zining ko'chaga qaragan romlari bor. Uyi mana ko'rinishi. Xohlasanglar mana pechkani ham yoqib ishlatsanglar bo'ladi, lekin hozir ko'pchilik yoqmaydi, yuvib ketgan bu pechkalar. Lekin aka buzib tashlamabdilar, turibdi hali ham. Mana bu uyga qarang, yo'lini qarang, bemalol bu yerga 2-3 ta mashinalar sig'adi. Bo'yi 3 dan baland aka bo'yi. Bo'yi 3 metr. Men hozir ko'chani ham ko'rsataman sizlarga hozir. Mana ko'chani ko'ryapsizlar. Men ko'rsatgan uy aynan mana shu uy sotuvga qo'yilgan. Fasadni ko'ryapsizlar. Fasad remont qilinmagan, lekin tepalari mana tunkapon qilib chiroyli qilib qo'yishgan. Ko'chalarni ko'ryapsizlar. Ko'chalar asfalt, tekis. Mana shu yerdan bir 300 metr yursanglar, masjid bor. Mana suvlarni qaranglar. Bu ariqda suvlar oqar ekan bu ko'chada. Bunaqa ariqda suv oqadigan ko'chalar kamayib ketdi-yu, yo'q ketdi-ku. To'g'rimi? Xo'p, bu joyga qayerda deyotgan bo'lsanglar, bu Uchqahramon postidan 4 kilometr ichkariga kirasizlar. Eski Sho'ro bozori desa hamma biladi. Mana shu xonadon sotilyapti. Narxi $125 ming so'rayaptilar. Mana pastda
egasini nomerini topib qo'yaman. Shu xonadonni egasini nomeri bemalol telefon qilib, manzilni yana ham aniq so'rab olsanglar bo'ladi, lokasiya tashib beradilar. Agar sizga bu uy ma'qul bo'lgan bo'lsa, telefon qilinglar, narxini kelishtirib beraman deyaptilar. Akam aytayotdilar, bu uyni men o'zim uchun qurganman, sotish niyatim yo'q edi, otamdan qolgan bu uy deyaptilar. Qurib turgan remontlarni hammasini o'zlari qilgan ekanlar. Akam o'zlari usta ekanlar. Nobodo aytgancha, sizlarga usta kerak bo'lsa, malyarmi yoki bo'lmasa, abloymi, hozirgi kunda ko'proq kafil bilan shug'ullanaman deyaptilar. Kafil terar ekanlar. Nobodo sizlarga anaga shunday xizmatli kerak bo'lsa, mana shu nomer, shu uy egasining nomeri, telefon qilsanglar, agar usta kerak menga deydigan bo'lsanglar, borib chiroyli uylarni shunaqa remont qilib beradilar. Xullas, sotilayotgan uy mana shu. Agar sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, yuraginglar jiz etgan bo'lsa, pastdagilarning nomeri telefon qilib, savdolashib olsanglar bo'ladi. Uyni sotayotgan odamga qancha qimmat sotsa shuncha yaxshi. Uy olmoqchi bo'lgan odamga qancha arzon olsa shuncha yaxshi. Agar siz ham uyni sotmoqchi bo'lsangiz, pastda mana nomerim turibdi. Bemalol telefon qilinglar. Uylarga borib shunaqa chiroyli syomkalar qilib, obzor qilib, uylarni sotilishiga sababchi bo'lib qolaman.